Prezidentimizning 100 sonli qarorlari asosida bizda issiqlik ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan strategiya tasdiqlab olingan. 2025-yil va 2030-yilga qadar amalga oshiriladigan rekonstruksiya ishlari, modernizatsiya ishlari va jismonan va ma'nan eskirgan energiya qurilmalari, qozonxonalar, quvurlar, shularni bosqichma-bosqich yangi energiya effektivlik qamrovi ko'proqga almashtirishga rejalashtirilgan. Bugungi kunda aytib o'tishim kerakki, mana 2030-yilgacha bizlarda faqatgina issiqlik energiyasini ishlab chiqarish emas, ya'ni ikki xil energiya, kogeneratsiya, elektr energiya va issiqlik energiyasini bir vaqtning o'zida ishlab chiqarish davlat dasturi asosida belgilab berilgan. Bunda Nukus shahrida RK1 qozonxonasida kogeneratsiya texnologiyalari asosida 209 megawatt issiqlik energiyasi va elektr energiya ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan. Bu 2026-yilning yakuniga qadar amalga oshirilishi belgilab berilgan. Shuningdek, Urganch shahri 19-kvartal qozonxonasida kogeneratsiya texnologiyalari asosida modernizatsiya ishlari, bunda 46 megawattli qozon qurilmasi, ya'ni elektr energiya ham issiqlik energiya. Bu nimaga olib keladi? Bizga bu narsa KPD, foydali ish koeffitsiyentini oshiradi. Qozonxonada ham issiqlik energiya, ham elektr energiyani ishlashi bu koeffitsiyentni 94-95% gacha ko'tarish kutilyapti. Demak, Navoiyda Zarafshon shahrida issiqlik ta'minotida kogeneratsiya 336 megawattli qurilmani qurilishi rejalashtirilgan. Yana bundan tashqari bugungi kunda issiqlik energiyamizning yo'qotilishi 38% tashkil etmoqda. Lekin buni biz bosqichma-bosqich tushirish rejalashtirilgan 20% gacha. Bugungi kunda bu nimani hisobiga amalga oshiriladi? Temir quvurlarimiz hozirda bizda mavjud. Buning o'rniga pena-poliuretanovый PPU yangi aqlli quvurlar ishga tushiriladi va bu degani aqlli deb aytayotganim, integratsiya qilingan, unda o'rnatilgan jilka datchiklari bor. Bu issiqlik energiyasi yo'qotilgan nuqtani ko'rsatadi va operativ xizmatchilarimiz darhol bu narsani oldini olish va issiqlik energiyasini iste'molchilarimizga sifatli va o'rnatilgan muddatlarida yetkazib berilishini ta'minlab boradi. Demak, yo'qotishlarni oldini olishga qaratilgan bu ishlar ham juda katta ahamiyatga ega va o'z vaqtida issiqlik yetkazib berish ta'minotda, demak, ustuvorlikka bir yordam beradi va qo'ygan maqsadlarimiz va vazifalarimiz ijrosiga ham o'zining samarasini ko'rsatadi. Rahmat javoblaringiz uchun.